Yılan biliqining qandoq ko'payishi haqida tadqiqot ilib borgan olimlar kishini hayron qoldirarlik g'alati bir ishni bayqagan. Tuxumlash vaqti kelganda ona yılan biliqlar Shimoliy Atlantik okeandagi Bermudaning janubidagi Sargasso dengiziga qarab ko'chidi ekan. Hamda shu yerga borganda tuxumlab shu yerda o'ladi ekan. Yılan biliqlarning ko'chishi tushunish eng qiyin va kishini eng hayratga qo'yadigan bir ko'chishdir. Yılan biliqlar Atlantik okeandagi Sargasso dengizida tuxumlasimi, ammo hech qanday bir yetilgan yılan biliqi u yerda tutilib boqmagan. Chunki biliqlar tug'ilib oz vaqtdan keyin bu yerni tark etib, Yevropa va Amerikadagi ota-onasi yashagan yerlarga qarab uzidi ekan. Taxminan 6000 kilometr atrofidagi bu safarda ularga yo'l boshlag'uvchi birasi yo'q. Yengili tug'ilgan bo'lsa-mu, lekin ular yo'ldan ezib qolmaydi. Natijada hayotini davom qiladigan dengizlarga yetib boradi. Quramiga yetgan chog'da bo'lsa, hammasi deyishivagandeklar o'xshash vaqtda yashayotgan yerlaridan okeanga o'zlari tug'ilgan va tuxumlaydigan Sargassoga qarab safarga otlanadi. Bu davriylik mushopeta oylanadi. Bu yerda diqqatni tortadigani ona yılan biliq qaysi dengizda yashagan bo'lsa, bolasimi dil shu dengizga berib yashaydi. Hargizmi boshqa dengizga ketib qolmaydi. Agar bu safarning Allohning ilhomi bilan maydonga kelganligini qabul qilmasak, tövendagi savollarga qoyil qolarlik javoblar tepishimiz kerak bo'ladi. Birinchi, nima uchun ona yılan biliqlar bu qadar uzun, jafoliq ham natijasi o'lim bilan oxirlashadigan bu safarni qabul qiladi? İkinci, nima uchun o'zlari tug'ilgan Sargasso dengiziga boradi? Qandoqsiga yo'ldan ezib qolmaydi? Yoki ularda kompas bormi? Üçüncü, bola yılan biliqi onasi yashagan dengizni va uningga boradigan yo'lni nerdan biladi? To'rtinchi, onasining yashagan dengizini va boradigan yo'lini biladimi deb turayli. Ammo nima uchun yaqin atrofdagi dengizga berib hayotini kechirmay u mushaqqatlik yo'lni tanlaydi? Nima uchun onasi kelgan dengizga qaytish uning uchun buncha muhim? Bu qadar cho'nqur yurt hasrati tuyg'usini u nerdan olgan? Bu chaqqa kelguchi biz masjid atrofida tashlab qo'yilgan bir bolaning cho'ng bo'lganda onasining uyiga qaytganini hech ko'rmadik. Mahluqotlarning ichidagi eng aqlliq, zerika bo'lgan insonning qilolmagan bu ishini kichikkina yılan biliq bolasi qandoq qila olgan?